Kitobda hadislar, insonlar va tarixiy ma'lumotlardagi illatlar ham zikr qilingan bo'lib, ularni Imom Buxoriyning tarix kitoblaridan topib chiqarganman. Ko'pini Muhammad ibn Ismoil Buxoriy bilan muhokama qilganmiz. Ayrimlarini esa Abdulloh ibn Abdurrahmon Dorimiy va Abu Zur'a bilan muhokamadan o'tkazganmiz. Ular illatlarning aksariyati Muhammad Buxoriydan, ozrog'i Abdulloh Dorimiy va Abu Zur'adan olingan. Iroqda ham, Xorosonda ham illatlarning ma'nolarini idrok etishda, tarixiy ma'lumotlarni aniqlashtirish va sanadlarni tasniflashda Muhammad ibn Ismoil Buxoriydan bilimliroq biror kishini ko'rmaganman. Imom Tirmiziy rahmatullohi alayh, muhaddis va faqih, Imom Buxoriyning shogirdi.